to'g'ridan-to'g'ri Astana yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz davlat tomonidan qo'yilgan. Hozir ko'rishingiz mumkin, yo'lovchilarimiz joylariga joylashib olish arafasida. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Petropavlovsk, Toshkent. Bilet narxlarini qanchadan xarid qildingiz? 615. Aha, oldin ham Ispaniyalik avtobusdan foydalanganmisiz? Birinchi marta ketdim. Birinchi marta. Qalay ekan, yaxshimi? Xudo xolasa yaxshi bo'lsa. Rahmat. Boshqalarga tavsiya qilarmidingiz? Qulayligiga. Muhimi qonuniymiki? Muhimi qonuniymiki? Qonuniy. Rahmat kattakon. Joylashingiz mumkin. Mana hozir Astana yo'nalishi bo'yicha yo'lovchilarimiz joylashish arafasida. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslaridan foydalanishni xohlasangiz, ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib joyingizni so'roq qilib qo'yingizni kuzatishda davom eting.